Nima bo'lyapti aka? Sovqotyapman shunday, Sovqotyapsizmi? varajatsiz. Mazam bo'lmayapti o'zi. Tomog'iga ham xirillash bor ekanda akajon. Yitta. Urishyapsiz akajon. 5000 ni qo'yib yuboring. Nima ish qilasiz? Hayot nima tashvиш bilan qiynalsiz, og'ayn? Mashina olaman deyapman o'zi. Yo'q, mashina olish qo'ying. Nima ish bilan shug'ullanasiz? O'zi hayotga nima ish qilasiz? Yamyami ishlayman men. Anavi O'qiyman ham. bitta bir intervyu chiqqan bilasizmi? Men ishlayman deb aytingchi deydi-ku. Eshitganmish opa. Hozirdan nima ish qilasiz hayotga deyapman. Hech bir ish qilmayman. Hech qanday ish qilmoqchiman. Mashinaga qanday erishmoqchisiz? Kreditmi? Kreditda. Simishga ham kreditga bersam-chi? Yo'q, kreditga bermayman. Ha. Ha, mashina ham olyapsiz-ku. Hayot o'zi kirib, to'pikka kirib bo'lib, sog'ayin. Naqd bor 5000. 5000 naqd bor. Ha, 5000. Mana ushlab turing. Siz 5000 bo'lsa, siz baxtli odam ekansiz. Tikka ko'taring buni. Aniq bormi 5000? Bor. Kim bilan keldingiz? Yo'q bo'lsa kreditga qo'yaman. Kim bilan keldingiz? Mana akam bilan. Aka, bu odam bilan jiddiy shug'ullanish kerak ekan. Bemaqsad bo'lmang og'ayni hayotga. Ishingizni tayini yo'q, o'zingizni tayininiz yo'q, mashina olaman demang hayotga, haymi? 2000 olib qo'ying, yo'l pul bormi o'zi? Yo'l puli ham yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Mashina oling. Yo'q. Yurakdan. Pul ham kerak emas, kredit ham kerak emas. Yo'q. Ha. Nima olmoqchisiz o'zi? Nima Jintra olasiz. Malades. O'rtoqlar, mana bunday bo'ladi. aka, naqd pulim ham bor. Mana deb turibdi, gapiravering. O'rtoqlar, demoqchi bo'lgani mana kissa pul bo'lmasa ham jintra olaman deb yurgan og'aylardan bittasi. Xolajon, hozir syomkaga tushib qolyapsiz. Bu to xalq oldida chiqyapsiz ham. Nima